Bugungi sizlar bilan o'tadigan mavzumiz nafas olish sistemasi fiziologiyasi. Rishton Aboliy Ibn Sino nomidagi jamoat salomatlik texnikumida ta'lim jarayonlari zamonaviy yondashuvlar asosida tashkil etilmoqda. Xususan, o'qituvchi Nishonova Muqaddasxon tomonidan olib borilayotgan dars mashg'ulotlarida innovatsion ta'lim metodlari samarali qo'llanilmoqda. Normada kattalarda nafas soni 16 tadan 20 tagacha, chaqaloqlarimiz esa 35 tadan 40 tagacha hisoblanadi. Mashg'ulotlar davomida nazariy bilimlar amaliy misollar bilan uyg'unlashtirilib, talabalar bilan faol savol-javoblar, muhokamalar hamda guruh bilan ishlash usullari yo'lga qo'yilgan. Bu esa yoshlarning mustaqil fikrlashi va kasbiy ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qilmoqda. Ta'limdagi bunday ilg'or yondashuvlar texnikumdagi malakali va raqobatbardosh tibbiyot kadrlarini tayyorlashda muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda.